Honda H5 restoring modeli haqida eshitganmisiz? Bo'lmasa, videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumotlarni shaxsan Rustam tog'onim o'zi sizlar uchun qilib beradi do'stlar. Ushbu modelimiz hech qanaqa elektromobil emas do'stlar. Mashina bilan mashinani farqiga sal boringlar. Kommentariyada faqatgina bu elektromobilmi, 19 ming dollar turadimi, 18 ming, unaqa emas. Bu premium klassdagi Honda H5 restoring. 2 turbina 224 ta ot kuchiga ega do'stlar. Avtosalonda bor yo'g'i 9 dona bor. Xolasizlar oq, xolasangiz qora rangidan kelib bir kunda bitta pasportga xarid qilib ketishinglar mumkin. Ushbu avtomobilimizni narigi 19 ming dollarlik elektromobildan farqi orqa o'ptira faralar bilan ham ajratib turadi. O'zgacha dizaynda ishlangan, salkam 5 metr uzunligi, eniga esa 2 metrga yaqin do'stlar. Haqiqiy siz xohlagan komfortni bera oladigan toychoq premium klassdagi Honda H5 restoring bo'ladi. Sizga ushbu toychoqimiz haqida batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman do'stlar. Xolasiz naq, xolasiz 3 yilgacha halol nasiyaga 0% bilan bir kunda kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Barchangizni Avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz do'stlar.